Rekord do'ramiz-u. Mana hozir sizlarga yana bitta rekordni berib qo'yay. Aka, qancha oldin band qilaylik sizni deb turishadi-da mana. Akam o'zidan so'raylik, kuyov boladan qancha oldin, qancha bo'ldi aka zakaz olganimga? 1 yil oldin gaplashganmiz. 1 yil oldin. Rekord-a aka? Rekord. 3 oy, 4 oyda eng katta rekordim aka. Sizniki hammasini urdi-man. 5 ariq baribir hamma tomonidan ilg'or. Rekord qo'yish bo'yicha ham ilg'or mana. Tushunyapsizlarmi? Ana sizlarga javob mana. Qachon aka sizga zakaz berib qo'yaylik? 1 hafta oldin bo'ladimi deganlarga mana. 1 yil oldin zakaz olaman. Sog' bo'lasizlar. Ya operatorlar eplab bo'lmaydi endi. Davringiz keldi aka. Xudo xolasa. Davr bizga bersin. Akamga omad tilaymiz. Ro'z Fayxon. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrdonlar, uylanmagan bo'ydoq jonlar yoki bo'ydoqlik vazifasini hozircha vaqtincha bajarib turib, tayyorgarlik ko'rayotgan ukaxonlarimiz. Ukajonim, qalaysiz? Kayfiyatlar qalay? Bugun Beshariqda mehmondamiz, xudo xolasa siznikida. Qalay kayfiyatlar? Aytgan vaqtingizga kelib qo'ydim-mi? 120 kilometr ekanda aka, Farg'onadan aka. Aka, iloyim mustahkam baxt egasi bo'ling, Beshariqda eng ko'zi ko'ringan insoni bo'lib yuring har doim aka. Bir yo'g'ani qo'lingiz cho'ntagingizda siz ham dollar chiqarsin aka. Nechinchi yilsiz? 95. Sizniki ham Nokia ekan bu yog'ami? Kecha aytdim, kecha dinozavrlarning oxirgisi bo'libdi. Dinozavrlardan ekanmiz-da aka. Ha, iloyim. Hammani baxtini bersin. Chapga yuraveraman. Ukaxonlarim, vaqt o'tkazmanglar, tezda harakat qilinglar mana. Shunaqa qilib chiroyli qilib baxt mashinasida o'zim olib yurib sizlarni bo'ydoqlik safidan yengil badarg'a qilib qo'yamiz. Mana akam guvoh. Xudo xolasa. Ukajonim baxtli bo'ling. Sog' bo'ling. Hammalaringga baxt tilaymiz, hammalaringga tinchlik, totuvlik, sihat, salomatlik tilab qoluvchi Akmaljon. Kuyov bola endi keldilar mana. Yaxshimisiz? Siz yaxshimi? Sog' salomat, charchamay, rahmat, Xudoga shukr. Qalay? Boringizga shukr. Mana kuyov bolamiz xudo xolasa yetib kelishdi. Mana endi xudo xolasa bitta kiyinib chiqsalar, a? Xudo xolasa Operatorlar qayerda? hozir kelishdi mana o'sha yo'lga. Bo'ldi, xudo xolasa. Kuyov bolani ko'ryapsizlar, mana o'zgarib ketganini, boshqacha o'tib ketganini. Harakat qilinglar sizlar ham mana. Mana shunaqa qilib, chiroyli bo'lib kelib yurishlikni. Niyat qilishgan ekan, xudo xolasa 4 oy oldin zakaz olgan edim. Bo'ladi to'y. 4 oy. Suydetil kim? As bolam? Ketdi-yu o'sha bola. Ha. Lisedagi. Xudo xolasa kuzatib boring, mana shunaqa chiroyli to'ylarni. Mana bugun biz hozir Rishton bo'lyapti, bata Rishtonga qaraymiz. Bodotga qaraydim. Bodotda ekanmiz. Assalomu alaykum. Operatorlar qiroli keldi mana. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizmisiz? Charchamaysiz? Tinchsiz? Yana birga ekanmiz. Kuzatib boring, shuna chiroyli voqealar qo'yib boramiz. Xudo xolasa bugun Bodotda xizmatdamiz. Kuyov bolamiz keldi, endi biz sekin harakatga boshlaymiz. Mana shu bolalar. Akmal aka nomerari. Obunib qo'yasiz. Boringizga shukr, rahmat.